武警新疆总队机动5支队特战1中队驻守在天山脚下，是令暴恐分子闻风丧胆的一把反恐尖刀。 Xitoy qurolliq soqchi qismlarining Qashqarda turishliq bir alohida atriti Uyg'ur elidagi bir qitimliq voqeada 17 nafar Uyg'urni biroqla etib o'ldirgan. Xinjiang gazetining 2 avgust bergan bir xabarida bu qatliamning ma'lum bir yili 7 joyda yuz berganligi oshkorlangan. Biroq uning qaysi yili, qayerda yuz berganligi, uning qanday voqea ekanligi tilga olinmagan. Xitoy doiralarining Uyg'ur elida yuz bergan odatdagi norozilik voqealarini zo'ravon terrorlikqa bog'lab, qurolliq bostirganligi va uningga doir uchurlarni qattiq kontrol qilganligi ma'lum. Xinjiang gazetining xabarida Qashqardagi terrorlikqa qarshi turish xanjiri deb nom berilgan bir alohida urush qilish o'tira atritining shu qitimqi voqeada 17 nafar atalmish zo'ravon terrorchini bir qitimda etib o'ldirganligi, 121 kishini tutqun qilganligi bildirilgan. Xabarda aytilishicha, bu atrat 131 qitim atalmish cho'ng ko'lamli terrorlikqa qarshi turish urushiga qatnashib, hammasida g'alaba qilgan va 180 necha qitim mukofotlangan ekan. 多年来，这个中队担负南疆地区的反恐作战任务，立下不凡战功。 O'tgan oyda Xitoy rahbari Xi Jinping mazkur atratni Xitoy Markaziy harbiy ishlar komiteti nomidan mukofotlab, uningga terrorlikqa qarshi turish xanjiri deb nom bergan. 组建27年来，中队官兵成功处置暴恐事件30多起。习主席了解中队事迹后，称赞官兵说：“你们是一支英雄部队，果然名不虚传。” Xi Jinping bu nomni g'arbdagi ba'zi davlatlar va tashkilotlar Xitoyni Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizish, insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilish bilan ayblab, ba'zi Xitoy amaldorlariga embargo qo'ygan. Uyg'ur elida mustaqil tekshirish ilib berib, irqiy qirg'inchilikqa oid xabar va dalillarni aniqlashni talab qilayotgan bir vaqtda bergan edi.